Men ertalabki tongim xuddi shunday boshlanadi. Zavtraklarimizni qilib bo'lib, erjonimni ham ishga kuzatib bordim va xonamda uborkasini boshlab bordim. Qo'limdan kelguncha xonamda polini, changini artib, xonani vlajni saqlashga harakat qilaman, chunki bu xonada qizim kuni bilan o'tiradi. Bolajonlar o'tirgan xonani vlajni saqlashga harakat qilaylik, o'shanda tez kasal bo'lib qolmaydi. Viruslar juda ham ko'p tarqalgan va xonalarni yig'ishtirib bo'lgach, qizimga kiymaydigan narsalarini sortirovka qilib chiqdi. Menga bering deb yozmanglar, bularni o'zi beradigan odamim bor. Qizim tez katta bo'ladi deb unaqa ko'p kiyimlar olib tashlamadim. Lekin shunda ham bitta kiyimlarni umuman kiymasdan turib kichkina bo'lib qoldi. Mana shu ko'rsagan kiyimlarimni bir marta, ikki marta kiydim. Unaqa ko'p kiydirishga umuman ulgurmadim. Kichkina bo'lib qoldi o'zi. Mana shu mnogorazoviy taglikni ham unaqa ko'p kiydirganim yo'q. Yangidek turibdi. Buni ham yuvib, chiroyligina qilib olib qo'ydim. O'sha beradigan odamimga Xudo xohlasa berib yuboraman. Ochilmagan yangi butilkalarimiz ham bor ekan. Mana shu plyonkasini radomdan chiqqani bir martagina ishlatganman. Yangidek bo'lib turibdi. Naski kiyishni juda ham yomon ko'raman. Yomon ko'rgan holimga bir paket naski qoyilmasizlar. Bu ko'rsatgan narsalarimiz sovg'aga olib kelishgan Yasminaxonga. Hali katta. Buni Xudo xohlasa bu yilga yozga mazza qilib kiyib yuradi. Shunaqa trusikchalari ham bor. Bu futbolkasini menimcha 2 yoshligida kiysa kerak. Juda ham katta. Mana bolam umuman soska olmadi shu desanglar. Mana shu soskasini ham 150 mingdan qimmatga olganman. Bu ham turibdi, yangi hali ochilmagan. Kiymaydigan narsasini ham ajratib bo'ldim. Shkaf ham ancha bo'shab qoldi. 2 paket narsa chiqdi o'zi ham. Buni hali yana yuvib, chiroyli qilib egasiga beraman. Qizim nimaga jim bo'lib qoldi deb qarasam, o'ziga o'zi o'ynab uxlab qolibdi. Shun bilan meni yarim kunim o'tdi. Hammaga xayr.